atiga $799 evazga umra safariga borishni imkoniyati bor deganda borgan bo'larmidilar endi do'stlar. Ha, to'g'ri eshitdingiz, $850 emas, $900 emas. Endi $799 evazga umra safariga borish imkoniyati sizlarda bor do'stlar. Faqatgina 11-mart sanasi Namangandan reysimiz mavjud. O soat obedga 11 gacha aeroportda bo'lishlaring kerak. Faqat reysimiz 1:10 uchib ketadi. Narxi atiga $799 bo'ladi do'stlar. $799 ga nimalar kiradi? Bordi keldi aviachipta biletlari, malakali 50 bosh xizmati va haramga yaqin gastitsalar. Undan tashqari 14 kunlik paket, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramada turasizlar. Xo'p, o'sha aytib o'tganimiz ikki mahal milliy taomlarda saharlik va iftorlik bo'ladi. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarga tezda aloqaga chiqinglar. Bu videoda maksimalni yaqin do'stlaringizni jo'natib beringlar. Umra safariga boramiz deyotgan do'stlaringga atiga $799 evazga 11-mart sanasida Namangan Jidda yo'nalishida reysimiz uchadi. Narxi atiga o'sha aytib o'tganimizda $799 evazga. Videoga bir dona like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz podpiska tugmasini bosib qo'yinglar bizatli. Chunki bunaqa arzon umra narxlarini faqatgina biz qo'yamiz do'stlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ekrandagi nomerlarga tezda aloqaga chiqib, srochli ertaga nashamalonlarni olinglar. $799 ya'ni $800 ga 14 kunlik umra safariga borib kelish imkoniyati bor sizda. Chunki boshqa firmalarda hozirgi kunda $1100, $1200 olinayotgan paytda bizda $799 da aksiya e'lon qilindi. O'sha aytib o'tganimizdek, to'g'ridan-to'g'ri bordi keldi biletlar, malakali 50 boshli haramga yaqin gastitsalar, 2 mahal saharlik va iftorliklar bo'ladi. Xo'p, o'zlaringiz xohlagan savollaringizga ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, savollaringizga javob olish imkoniyati egasizlar do'stlar. Bunaqa narx bomba narx. Lekin umra safariga boramiz deyotgan do'stlaringizga bu videoda srochli tarqatib tashlaylar. Bunaqa narxda bundan keyin chiqadimi, chiqmaydimi? Faqatgina Alloh taolo biladi. Kanalimizga obuna bo'lib peshtadan chiqarmanglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.